Esladingizmi? Endilikda Kia Sonet avtomobilida, ya'ni siz gazda yurgan vaqtingizda benzin xarajat qilish yo'q, chunki reli qo'yishni tekinga o'zga o'rgatib qo'yaman. Ya'ni 10 ming so'mga reli olasiz, bo'ldi. Kamera yaqin olib keling. Ya'ni ko'pchilik tablomda benzin kamayib ketyapti deydi. Mana shuni qo'ysangiz kamaymaydi. Faqatgina buni to'g'ri ulashtirib bilish kerak. Va relini universal reli olasiz, 10 ming so'mga o'ziga tekin o'rgatyapman. Ahamiyat bering. 30 bu benzinda kirish toki 87, mana tepasida yaqin olib kelinglar, mana o'rtasidagi tok bu chiqib ketish benzinusga. Mana busi bu tomonda 80 qarang, o'zim chalkashyapman o'zi. 86, 85 bor. 86 ni reduktorni kiruvchi tok qilasiz. 85 desa massaj qilib qo'yasiz. Mana ahamiyat bering, bu benzinusga chiqib ketish hozir tokda turibdi. Moshinangiz benzinda zavod bo'lsin. Zavod qiling bobojon. Ahamiyat berib turing obunachilar. Mana benzinda zavod o'tiribdi, to'g'rimi? Endi gazga o'tkazing. Gazga o'tkazgan vaqtingizda mana qarang, buni massaga berasiz. Mana. O'tkazing gazga. Ana, gazga o'tkazgan vaqtingiz knopkani o'chiradi. Endi benzinga qaytaringlar mashinani, benzinga. Mana benzinga qo'shgan vaqtingizda bu yana qaytib yonadi. Ko'rinyapti, yonayotgan obunachilar. Endi gazga o'tkazing. Ahamiyat berdingiz, gazga o'tkazgan vaqtingiz benzinsoz uzadi. Benzinsoz pastdan aylanib yurmaydi. Buni faqatgina siz to'g'ri ulashni bilib olishingiz kerak. Yana bir marta qaytarib o'taman. Benzinsozdan kirish toki, benzinsozga chiqish toki, mana bu chiqish toki 86 massa, 85 bu tomondan reduktordan kirish toki. Endi buni qayerda eng oson yo'lni topaman deydigan bo'lsangiz, men o'zim shaxsan hamma joyni titkilab, mana bu joydan topdim. Ko'pchilik mana bu joydan qidiradi, chunki obishli mashinalarda bu joyda bo'ladi-da. Benzinsoz qismi. Buniki mana bu tagidan ketgan ekan, kaptivalarga o'xshab provodkasi. Ahamiyat berib qo'ying. Mana shu simni olasiz, kesasiz. Yog'i religa olib chiqasiz. Relini ulashni o'rgatib qo'ydim. Bu videoni Kia Sonetchilarga yuborib qo'ying. Ayni narigi tomonni izlab ochib tashlab o'tirmasin. Bitta mashinani ochadi, shundoq kesadi, yoqqa simni chiqaradi, ishingiz yubilerniy bo'ladi. Shunga o'xshash ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun Sardor Metangizga obuna bo'ling. Endilikda tabloda, ya'ni siz propanda yurgan vaqtingizda benzin kamaymaydi. Chunki benzinsizga reli qo'yishni o'rganib oldingiz. Ahamiyat berib qo'ying. Mana shu reli postoyanno siz propanda yurgan vaqtingiz gazni benzinni uzadi. Ya'ni siz qachonki qaytadan yana benzinga o'taman degan bo'lsangiz, bu reli ishlaydi. Sardor Metangiz ishonchli, sifatli xizmat propan va metan bo'yicha. Obuna bo'lishni unutmang bu videoni. Barcha Kia Sonetchilarga yuborib qo'ying.